Zamonaviy texnologiyada ko'rishgan ekan, u ham qiz deyishayotganmish. Endi ukamiz sal xafa bo'lib biroq yozyaptilar. Xafa bo'lmang ukam. Hamma narsa Allohdan. Xolasa Alloh o'sha qizni o'g'ilga ham aylantirib qo'yishi mumkin. Shunaqa voqealar bo'lgan. Endi bunga chuqurroq kirsak, Xudoga shukr, biz ham sababchi bo'lganmiz. Biz sababchi insonlar biz. Har bir narsada har doim aytamiz, sababchi biz. Xudoga shukr bo'lgan. 3 ta qizdan keyin o'g'il bo'lganlari ham bor. Shunaqa malhamlarimiz bor. Mesino bobolarimiz bergan ne'matlari Allohning izni bilan o'sha ildizlar, giyohlar, asalari olib keladigan narsalari bor. Gulchanga deymiz. Albattagina faqat o'sha erkakni o'sha urologiskiy yoki o'sha tomoni bo'yicha emas. U butun tanaga berib, o'sha bolalarni, o'sha ukalarimiz immunitetini oshirib, plus testosteronni 50, 60, 70 qilib beryapti. O'sha testosteron deganda analiz topshirib kelishadi. Aktivniy podvijniy deb yozib qo'yib tushadi. O'lik spermatozoidlar, tirik spermatozoidlar qancha ishlayapti? 100 ta bo'lsa, demak o'sha yerda 20 ta ishlayapti. 100 tadan shu mahsulotni yeyapti. 2 ta 3 ta bankani iste'mol qiladi, kuni bor, 60 kun, 90 kun davom etadi. Tanasi qiziydi. Bemalol o'sha tushgan joyiga yuboraman men. Qayerda o'zingiz topshirganmiz, o'sha yerga boring. Boryapti, xursand bo'lib kelyapti, alhamdulillah. 60, 65 bo'pti aka deb farzandli bo'lyapti.